Ruhiy kayfiyatning badan salomatligi bilan bo'lgan munosabati. Qayg'urish, uchay, oshqozon kasalini keltirib chiqaradi ekan. Beoromlik, zukamni keltirib chiqaradi ekan. G'azablanish, qalqonsimon baziyonligini keltirib chiqaradi ekan. G'amkinlik, diabet kasalini keltirib chiqaradi ekan. Ko'ngil xotirjam bo'lmaslik, turmush halakchiligi, yurak kasalini keltirib chiqaradi ekan. G'am andisha, vahima, o'chmanlik badandagi kalsiy xloridining nisbatini buzadi ekan. Bu o'z navbatida tishni quritish keltirib chiqaradi ekan. Ichi titildash, vuduqish, bearam bo'lish, qalqonsimon bas xizmatni kuchaytiradi ekan. Natijada ikki qo'li titrash, ko'z olmasi poltib chiqish, mata almish nisbati eshib ketish qatorliqlarni keltirib chiqaradi ekan. Agar buning oldi olinmasa yoki vaqtida davolanmasa, o'lishga olib boradi ekan. Bu klinikda zaiflikdan o'lish deb ataladi ekan. G'am qayg'u oson qaytiladi ekan. Natijada qo'riq ko'payish, chash tushish, chash oqirish, yiringlik chaqa, tuguncha qatorliqlarni paydo qildi ekan. Biz ancha nazarga olib ketmaydigan bu kayfiyatlarning munchola ig'ir ekanligiga hayron qolgansizlar. Biroq bu bir haqiqat. Shunga har qanday odam jismoniy sog'lomligi bilan ruhiy sog'lomligiga nihoyat ahamiyat berish kerak. Yaxshi kayfiyat zo'r boylik. Salomatlik sizga hamroh bo'lsin.